Alo. Alo, assalomu alaykum. Bormisiz, Yo'lchiboy? Sizni topishingiz juda qiyin bo'lib ketdi-da, balam. Yaxshimisiz? Charchamasdan ishlayapsizmi? Sog' bo'ling, Rahmat. salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Nechta YouTube nimalarga kirib chiqib, hozir yana topib, hozir telefon qilyapti. Qayerlardan beri sizni qidiraman. Ha, sizmisiz? Alloh rozi bo'lsin sizdan. Chiroyli ishlarda olib boryapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Qarab o'tiraman. Nomeringizni bilmasdim. Hozir ichki ishlarga bergandan nilaringiz bor ekan, o'shandan topib oldim. Ha. Xo'p, Yo'lchiboy, men ham ana shu Iqboljon to'g'risida ozgina жалобам bor. Alloh taolo yomonlar bo'lmaydi, birovdi-yu. Ha. Endi baribir to'g'risini aytishimiz kerak. Bu oilaning qanaqaligini Mana bo'lib qolibdi. Gapiravering. Allohga olti to'g'ri gapirishimiz kerak. Men ilgari mazam ko'p qochardi. Endi o'zbekchilik bilasiz. Ha. Endi sal bo'lsa ham potaxa olish kerak desalar, ayalarini oldiga borib potaxa oldim. Ha. Ayalari ham potaxa berardilar ilgari kinnachilarga, kinnachilik qilarga. Endi biz yosh bo'lsak ham shuni qilinglar desa, laqillab ketaverar ekanmiz-da, yosh ekanmiz. Keyin keyin o'qishimdan potaxa oldik. Bir mahal vaqtlar o'tib, mazam qochib qoladi, shopirimiz keldida, xola men sizni bitta joyga olib boraman dedi. Yaxshi bo'lib qolasiz, zo'r bo'lib qolasiz xola desa, shopirimizning gapiga laqqa ishonibganda qarasam Iqbolda dadasini oldiga boribman. Ha. Aylani o'rgilib, voy Iqbolda dadasi bir dev. Mana bu ilgari bilasizmi yo'qmi bilmayman, mana bu Dang'arani yo'lida Shodakilikda ilgari bozor bo'lardi, mashina bozor. Mashina bozor, ha. Ana shu yerda dallollik qilardi bu odam. Bilardim, eshitardim, ko'rmagandim. Lekin aylani o'rgilib o'shani oldiga meni olib borib qo'yibdi. Ne ko'z bilan qarayki, u shopir olib borsa, nima qilar ekan? Mazam haqiqatda yo'q, oyoq qo'lim og'riydi. Og'rigani uchun to'g'ri nima qilsam, u mamasi yo'q ekan. Endi yoshim ham mana hozir qanday desam 70 dan 72 ga kirdim-da balam. Hali joyda mamasi yo'q, oyoqlarim silovda, o'sha yerda chochim tikka bo'lib qanaqa qilib o'rnimdan turib, shopirimni so'kkanim o'zim bilaman, o'sha yerdan chiqib ketdi-da. Endi vaqtlar o'tib, aylanib, bu Iqbol 7 ta 8 ta xotin olgan xotinvoz bir bala edi. Shunda eshitardim, ko'p eshitardim. Lekin bir ikki marta nimalarda ko'ruvdim. Lekin u muloqot qilmagandim. Ne ko'z bilan qarayki, bu kishim tabib bo'lib qolibdilar. Shu bilan tabib bo'ldilar deyishdi. Keyin nomerini Telegram orqali topdim. Toki toyga yetguncha ham yurak bag'rim ezilib ketdi, buqirib ketgurdi. Ne ko'z bilan qarangki, 4 kishi ahmoq bo'lib bordi. Oyoq qo'lim yaxshi yurmaydi. Ikkitadan hassa tuyanib bordim. Sheriklarim ham billalashib borishdi. Endi befarzandlikda, endi sog'lig'i ko'tarmagandan 4 kishi bo'lib bordik. Ishonsangiz, endi biz borishimizdan oldin telefon qildik, Qo'qonlikmisiz dedilar. Ha, o'sha legallachalari bor ekan, Qo'qonlikmisizlar dedi. Ha, Qo'qonlikdan G'aradanman dedim. Men telefon qilaman-da. Menga kerak bu narsa. Keyin nekindan G'aradanman bilan. O'zi Qo'qonlik biz, asli Qo'qonlik biz, Qo'shimachlik biz o'zi. Endi aylanib o'rgilib Farida garishi bilan shu Dang'arada qo'noq topib, shu yerda yashayapmiz-da. Keyin Dang'aradan biz desam, bo'lmasam xola dedi, soat 4 dan keyin kelinglar, bo'lmasam sizlar dedi. Odam ko'p bo'ladi dedi. Ha, ko'p dedim. Shu bilan lekin soat 4 dan keyin bordik. Borsak sal odam sezgan ekan, eshikni shunday ochganini bilaman. Aytdi, jinnisi ham kirar ekan, shinnisi ham kirar ekan, har qanaqa holati kirar ekan. O'sha yerda mazam qocha halilarni ko'rib qolib, o'zini yomon his qilib, tamom, mana hozir eslasam o'sha boshimga davlenlarim oshib ketadi. Yomon bo'lib rasvo bo'lib qoldim. Keyin menga Iqbol o'zi ko'rdi-yu, meni chop keldi-yu, darrov stolga o'tkazib qo'ydi. Dedim, nima Iqboljon dedim, hamma joyda dedim, jinni ham bor ekan, shinni ham bor ekan dedim. Biz dedim, bunaqa nima qilmaymiz, boshim og'rib qoldi desam, xola, siz odamlaringiz bor ekan. Siz odamlaringiz bor ekan, pokiza. Endi faqat biz Qur'on o'qiymiz xolos-da, endi nima o'qiymiz biz? Yosin, taborak, shu narsalarni o'qib turamiz o'zimiz uchun, oilamiz sog'lig'i uchun o'qiymiz. Boshqa bizga hech nima kerak emas, shu bilan. Shu bilan ne ko'z bilan qarangki, keyin sizni nima qilish kerak, davolash kerak dedi. Hech nima o'zimga kelmayapti. Hozir ham eslasam, mana boshim og'riyapti.
Hali joydan lekin darrov hali hozir dedi. Shu bilan menga ta'sir qilmadi ham, yetmadi ham. Hala bugun asabiylashib qoldi, sani jinnilarni ko'rib. Uncha odam bularga ta'sir qilmaydi uncha. Sizga yomon ta'sir qilar ekan. Butun narsalaringiz pokiza ekan dedim. Ha endi namoz o'qib, 5 vaqt namozni o'qib, Qur'onlarni o'qib turgan odam sizda pokiza bo'lmasdan xuddi qolingiz bo'ladimi dedim. Desam, lekin ha shunaqa ekan dedi, ha bo'pti deb. Keyin sheriklarimiz hali nimasi edi? Haqiqatda mamasi yo'qdi endi. Ikki kishi ham sal nima bo'lish kerak u. Sherik sho'r qivordi hali balasizdi ham. Ko'rib turib, agar ering ko'rsa, eringni ko'rsatadi dedimda, shu bilan bir iloj qilib hali joydan. Nahot o'sha og'riq, o'sha bilan deng sizga yolg'on o'sha haligi uyini oldidan toki koppongacha boshimni ololmadim. Koppongacha o'zimga kelmadim. Uyga kelganimdan keyin o'zimga keldim. Endi bizga aytdiki, bir 3 kun qatnaysiz qoladi. Lekin hech nimani bilmadim. Keyin mayli endi ertasiga ham yana taksi qilib yana lekin bor. Ammo lekin borishimga uy oilam ham qo'yishgan yo'q, boshqalar ham ballar ham qo'yishgan yo'q edi-yu. Keyin mayli boraychi, yana shuncha odam shifo topyapti, bu qallobdi. Biz ham yaxshi bo'lib qolsak, ajomas, zo'ra yurib ketsam, dippanda yana bordim. Yana borsam eski tog'ara. Keyin aytdimki, yo'q, bo'lmas ekan. Iqboljon desam, yo'q. Siz bularga anaqa berilib ketavermang. Deb shunaqa dedi, sizlarga bo'lmaydi dedi. Shu bilan biz orqamizga qaytib keldik. 3-marotaba bormadik ham, yetmadik ham, boshqa ham qilmadik. Lekin qallobligini aytdi. O'zi haqiqatda shunaqa odamlar ko'p keladi dedi. Ishonadi dedi. Siz ishonmas ekansiz. Ishonmayman haqiqatda dedim. Yana dedim, ko'nglim bo'lmasdan dedim, kelgan joyim Zora shuncha odam shifo topyapti, ko'rsatyapsiz-ku ana televizorda dedim, telefonlarda dedim. Telegramlarda ko'rsatganingiz shuning uchun kelgan joyimda. Desam endi hammaga har xil ta'sir qiladi. Xola, ishonmasangiz kelmay qo'ya qoling dedi. Shu bilan bormadim. Mana endi bilingki, bu qalloblik ekan, hammasi qalloblik ekan. Shuncha yildan beri otalari aldab keldi, onalari aldab keldi. Endi oxir-oqibat bu artistlikdan shunga o'tib olib, endi tagi meni eshitishim bo'yicha qanaqadir urug'i mana shu shisha bozorda Parixon ekan. O'shani anaqa narsalari bilan keyin odamlarni davolayverar ekan. Shunaqa deb eshitdim. Endi ko'p gaplar bor. O'sha dadasini ham o'sha folbin bo'lgan deydi. O'sha mana onasi ham mana bo'yningizga olish kerak odamlaringiz bor ekan debdi-yu, o'shanga o'xshaganda. Yo'q, men o'sha kishimdan fotaha oldim, hech qanaqa ta'siri bo'lmadi. To'g'ri gap, mazam qochaverdi bozor. Endi o'zbekchilik ekanda, endi bularimiz ilgari chiroq yoqib nima qilishardi. Mana shunaqa ekanman deb nima qilsam hech qanaqa bo'lmadi. Endi yoshidik, yo biz amal qilmadik. Keyin aylanib o'rgilib shopirim aylantirib, ne ko'z bilan qarangki, aylantirib o'sha dadasini oldiga olib borib qo'ysa. O'g'il mamasi yo'q ekan, oyoqlarim silagan sari sochim tikka bo'lib o'sha yerdan baqirib chiqdim-da, keyin aytdimki, "Voy, men qanaqa joyga kelib qoldim? Men bunaqa joyni yomon ko'raman. Agar cholim bilsa-ku, o'ldirib tashlaydi begim." deb hali joyda nima qilgan joyim. Shu bilan endi sizni topolmayman. Aytay shunarda. Mana 4 kishi biz bordik, hech qanaqa nafa tekkan yo'q deb shuncha odam mana boryapti. Endi menga ham telefon qildi, qo'qonlisiz, netsiz xola, to'g'ri gap hamma joyda ham o'zimizni yarasha qadrdonlarimiz bor. Farg'ona, Buxoro, Samarqand hamma joydan telefon qilishadi. Yo'q, men borib kelganman. Men mazza qildim, sizlar ham mazza qilmanglar. Undan borib aldanmanglar deyman, shu bilan qolishadi. Endi ertaga sud ekan, sizga faqat omad tilayman, bilan. Rahmat, ona duo qilib turinglar. Yuzlaringizni yorug' qilsin, umid bilan qo'l urdingiz, iloyim neki o'ylagan bo'lsangiz, Alloh yuzingizni yorug', mushkulingizni oson, hojatingizni ravon qilib, do'sti dushmanning ichida Alloh yuzingizni yorug' qilib, aytgan narsalaringiz ro'yobga chiqsin. Amin Alloh. Rahmat, ona, sog' bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, ona. Men endi telefon qilib shuni aytib bilan bugun mana hozir topdim telefoningizni. Hozir telefonga endi yozib qo'yaman. Yo'lchiboy Ismoilov familiya meni ana otami davridagi familiyam ekan, Ismoilov o'zimizning familiya ekan. Alloh rozi bo'lsin. Ya, rahmat ona. Omad tilayman. Xo'p, rahmat ona. Salomat Xo'p, duo qilinglar. Xo'p. Rezultatda aytarsiz. Aytaman. Xudo xolasa suddan keyin matbuot anjumani qilamiz, ko'rasizlar, YouTube'da ko'riladi hammasi. Xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Faqat omad, sog' bo'ling. Salomat.